Assalomu alaykum azizlar. Suyak yemirilishiga o'rmon qora, sabelnik, andes. Mana shularni qanday tayyorlab ichishlikni hozir tushuntirib qo'yaman. Bitta bakal olamiz. Bakalga kichkina qoshiqda yarim qoshiq mana shu qora andesdan qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin bunisi mana o'rmon qora. O'rmon qoradan 2 gram, 3 gram atrofidagi giyohni olib, o'sha mana agar mabodo maydalanmagan holat bo'lsa, mana shunday qilib maydalab solinadi. Bir 3 gram atrofida bo'lsin. Eng kamida. Mana shunday solib, mana uchinchisi bu sabelnik. Sabelnikdan agar mana shunaqa shaklda bir bitta gurgut qutini korovkasidagi uzunlikda mana shunday kattalikda bo'lsa 1, 2, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta solinsa, buni ham iloji bo'lsa mana shu holatda bundan ham ko'ra mana maydaroq qilib solinsa, yanada suvda yaxshi cho'kadi. Mana shu sinaveradi. Endi biz buni maydaladik. Maydalashlik biroz qiyin bo'lganligi uchun maydalamasdan hozir butun holatini beryapmiz. Chunki maydalash o'ta qiyin ekan bu narsani. O'rmon qoralardek talqon qilsa oson talqon bo'lar ekan, lekin buni qiynaldik. Agar mabodo talqoni bo'ladigan bo'lsa, andiz bilan o'rmon qorani teng miqdorda aralashtirib, masalan 100 gramga 100 gram bo'lsa, teng paketda yaxshi aralashtirib olib, kichkina qoshiqda bir qoshiq qo'shilaveradi. Sabelnikdan xuddi o'sha tartibda 5 dona solinadi. Bunga endi mana shu bakalga solganimizdan keyin uchovidan soldik. Bunga mana shu 100 gramcha qaynagan suv quyamiz. Qaynagan suv quyib, biroz dam berib qo'yamiz. Ichishdan 2 soat oldin tayyorlanadi. Dam bergandan keyin og'zini yaxshilab yuvib qo'yiladi. Ichishdan oldin yana ozgina suv quyib, ozgina asal aralashtirib bitta ichib olinadi. Buni qolgan endi tayda qoldi, cho'kindi bo'lib, mana bu narsalarimiz. Bunga yana 100 gram qaynagan suv quyib qo'yingda, erta bilan yop qo'ying. Erta bilan ham xuddi o'sha tartibda ozgina issiq suv quyib, asal aralashtirib ichib qo'ysangiz bo'laveradi och qoringa, kechqurun uxlashdan oldin. Mesela kechqurun uncha qolgan foydalari ertamadan ichib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi aslida bir mahal ichsangiz bo'ladi. Lekin mana bu giyohni uvol qilmasdan yana bir tayyorlab ichib qo'ysak, yanada samarali bo'ladi, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu giyohlar telefon nomerlarimiz 90lik 567 35 57. Umurbek tabib desalaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.